Kelish kerakmi? Ha, ayollarga ko'ruvdilar. Mana kichkinagina gemangiomasi bor ekan. 12 yosh. 12 yosh qiziga esa sizniki bilan почти bir xil. Bu 1. D3 bermayapsiz. Bu 2. D3 kurs lecheniya emas, kunlik doza. Siz ham mana iching kerak. Mana meniki zinitsam 10.000 doza. Bir kunda 10.000 doza ichaman. Tim bo'li romoldan ultrafiolet o'tmaydi. Buni birinchi o'chirda endokrinolog ko'rish kerak. Zupini tekshirtirasiz, gormonlarga topshirtirishadi. O'shani ko'rib turib, keyin sizlarga dieta yozib beradi endokrinolog. Buni aylanamiz. Massajga borasiz. Bo'lsa bo'yin o'rtasi oldinda, oyog'ingizda varikosimiz ham bor. Gapirishni boshladimi? Gapirish boshladi. Hozir 5 oylik 10 kun poliklinikada massaj olishibdi. Qizlar kuch ishlatsam ham o'sha u yog'iga ochilmayapti mana. Bolada shunaqa kuchli displaziya, buni rentgen qilish kerak. Rentgen срочно shart. Mana